Odam rom tanlaganda metaliga qaraydi. Akfa romlardan olsang, nevarangga ham yaraydi. Assalomu alaykum, Akfa City kanali obunachilari. Xo'p, bugungi ishimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Xo'p, ijodkor Nurfega bo'ldi. Xo'p, bu yerga 7,5 metrlik veranda olib kelib o'rnatib berganmiz. 7 metrdan sal ko'proq. Xo'p, bo'ylari bu tomonimizniki 282, bu tomonlarimiz 275. Xo'p, bu romlarimiz bo'yi 246 bo'lgan. Xo'p, enlari 232, 239. Xo'p, 282 bo'ldi. Xo'p. Bu tomonimizda chekkasida bitta kanatli eshik qo'yib berganmiz. Bitta ochilishi bor yon chekkasida. Xo'p, tanlariga plastmasdan lambre qo'yib berganmiz. Juda chiroyli holatda chiqdi. Xo'p, eshiklarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Yopilishlari, xo'p, ruchkalari ham kraftroidski va holati zo'ridan bo'ldi. Bu tomonimizda xo'p, bir qanotli eshik qo'yib berganmiz. Yonida bunda ham ikkita ko'z bor. Ochib yopilishlari. Bu materiallarimiz Akfa alyumin bo'ldi. Xo'p, aynaklari bir qavat yozli bo'ldi. Xo'p, bu chekkamiz 4 ta ko'zli qilib, xo'p, o'rtasida ikkita ochiladigan qilib berganmiz. Xo'p, 40 santimetrli lamba qo'yib berganmiz. Xo'p, ichkari tomondan ko'rinishlari. Xo'p, bu ichkari tomondan ko'rinishlari. Romimizni bu tomondan ochilishini qo'yib berganmiz. To'nli ortga qaytishi uchun. Ko'rishlaringiz mumkin, xudo xohlasa juda chiroyli holatda chiqdi. Bu tomondan ichkaridan ko'rinishlari. Bu penalarni ham aylantirib sepib berganmiz. Aytganimizdek, plastmasdan lambre qo'yib berganmiz. Xo'p, bu chekkadagi romimizni ochib yopilishlari. Xudo xohlasa juda chiroyli holatda bo'ldi. Bu ko'rib turgan verandalarga aytib o'tganimdek 7 metrdan sal uzunroq. Bo'ylari bu tomonimiz 246. Xo'p, bu eshigimizning bo'yi xo'p 282, bu tomonimiz 275 bo'ldi. Xo'p, bu jami 3 ta narsamizni hamma olib kelib o'rnatib berishlarimiz bilan 9,5 million so'm bo'ldi. Kimga shunaqa Akfa eshik verandalar kerak bo'lsa, Akfa Cityga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Rahmat.